Jizzaxda mast haydovchi er-xotinning o'limiga sababchi bo'ldi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Jizzax viloyati G'alla Orol tumanida spirtli ichimlik ta'sirida avtomashina boshqarib er-xotinning o'limiga sababchi bo'lgan haydovchi hukm o'qildi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, voqea 2024-yilning 31-oktyabr kuni sodir bo'lgan. 29 yoshli fuqaro boshqa bir kishiga tegishli zil yuk mashinasini Oqtom mahallasi hududidan o'tgan Baxmal O'smat yo'nalishida boshqarib borayotib, yo'l harakati qoidasiga amal qilmagan. Xususan, quvib o'tish qoidasini buzib, Damas yo'nalishiga chiqib ketgan va ular bilan to'qnashgan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish 3-qismi A bandi bilan jinoyat ish qo'zg'atilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Zomin tumani sudi tomonidan G'alla Orol tumanida o'tkazilgan sud majlisida haydovchi aybiga to'liq iqrorligini va o'sha kuni spirtli ichimlik iste'mol qilganini bildirgan. Sud hukmi bilan sudlanuvchi 9 yil muddatga ozodlikdan va 3 yil muddatga avtomashina boshqarish huquqidan mahrum qilindi. Shuningdek, jabrlanuvchining qonuniy vakillariga qariyb 30 million so'm zararni undirish belgilangan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Jizzax viloyatida Cobalt haydovchisi yo'lning belgilangan joyidan kesib o'tayotgan 13 va 4 yoshli opa-singillarni urib ketgan va opa-singillarning o'limiga sabab bo'lgan edi. Haydovchi esa qamalgan edi. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.